Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraqdor Bayraqli. Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 24-qism. Bugungacha ham qismlarini to'liq anglab, manfaatlanib kelayotganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Eng oxirgi tema nihoyatim go'zal bir tema. U bo'lsa-mu, kishilarga chiroyli so'z qilish. Kishilarga go'zal narsa so'zlash Allohning buyruqlaridan biri. Qur'ondan ilgirki samoviy kitob bo'lgan Tavratda o'rin olgan bu buyruq Baqara surasining 83-oyatining bir qismini tashkil qiladi. Bu oyatda hammaga qodir Alloh Bani Isroil bilan 5 modellik kelishim tuzganligini bayon qilgan bo'lib, kelishimning modellari mundaq: Allohga sherik keltirmaslik, ota-onaga, tuqqanlarga, yetim yesirlarga va kambag'allarga yaxshilik qilish, kishilarga yaxshi so'zlarni qilish, namoz o'qish va zakot berish. Bu kelishim ham Tavrat, ham Qur'onga o'xshashlar kirgizilganligi uchun, uningda insoniyat uchun intayin muhim bo'lgan uchurlar va qimmat qarashlar mavjud. Kishilarga chiroyli so'zlarni qilish mazkur oyatda 3-qatorda tilga ilingan bo'lib, u namoz va zakotdan burun zikr qilingan. İngilizcega fari so'zi bilan tarjima qilingan go'zal so'zi bu oyatda husn kalimasi bilan ifodalangan bo'lib, bu uqum go'zal, yiqishliq, nafis, sof, pokiz, samimiy, haqiqiy, yaxshi, odil, uchuq, muloyim, oqko'ngil degan ma'nolarni bildirdi. Ma'lumki, o'zaro siliq so'zlashishning ma'arif, ijtimoiy inoqlik va ittifoqlik jihatda zo'r foydasi ham ta'siri bor. Siliq so'zlar ya'ni kishilarni tafakkur va hurmatga yetaklaydigan qudratga ega. Taha surasining 44-oyatida kishilarga siliq so'zlash natijasida qo'lga keltirilgan natija Hazrat Musa va Harunga mundaq bildirilgan: Firavunga siliq so'z qilgin, balkim u vaz nasihatni qabul qilishi yoki hayo qilishi mumkin. Yana bir oyatda muloyim bo'lishning ittifoqlashtirish va bir gavdaga aylantirish roli bo'lganligi bayon qilingan. Al-Imron surasining 159-oyatida Alloh payg'ambarimizga kishilarga muloyim bo'lishning xalqni ittifoqlashtirishdagi rolining cho'ng ekanligini bildirgan. Siyosiy yo'llar xalqqa, o'qituvchilar o'quvchilarga, ota-onalar farzandlariga, qo'shnilar o'zaro axborot vositalari ommaga chiroyli so'z qilishni va yaxshi uchurlarni berish kerak. Husn so'zining yumshoq ma'nosidan boshqa to'g'ri, haqiqat degan ma'nolari bor. Agar biz bu oyatga kishilarga haqiqatni aytinglar deb ma'no bersak, u ijtimoiy hayotning muhim sohalariga chetiladi. Sotda haqiqatni so'zlash, to'g'ri xabarni berish, bolalarga haqiqatni so'zlash, o'quvchilarga to'g'ri uchurlarni o'rgatish, ommaga ochiq-oshkor bo'lish va haqiqatni so'zlash jamiyatning eng muhim haqlarining biri. Xalqni to'g'ri uchurlar bilan ta'minlashda yo'q bo'lgan, xalqni dafsan qilgan va e'tibordan tushib ketgan jamiyatlar go'zallikka, yaxshilikka va fazilatga ega bo'la olmaydi. Agar kishilarga haqiqatni so'zlash prinsipi tadbiqlanish sharoitiga ega bo'lsa, u siyosat, ma'arif va axborot vositalarini go'zal axloqning yuqori pallasiga ilib chiqadi. Shundaqla jamiyatni shuningga mos holda yuqori ko'taradi. Natijada bu xil jamiyatning haqqi ado bo'lgan bo'ldi. Xalqqa haqiqatlar bildirilgan siyosat, ma'arif va taratqularda fazilat, aql, bilim va Allohning roziligi bo'ladi. Haqiqatlar ommaga bildirilgan yerda ideya, qalb, axloq va ijtimoiy poklik bo'ladi. Oyatdagi husn so'zining yana bir ma'nosi hikmatli so'z va nasihat bo'lib, hikmatli so'z behuda so'zlardan xoli so'z deganlik bo'ladi. Ortiqcha moddalardan saplashtirilgan suv sap suv deb ataladi. Shunga siz u suvga doğru qo'shib, odamning tomiridagi qonga bersangiz bo'ladi. U poklanganlikdan kishilarni zaharlamaydi. Saplashtirilgan suvga o'xshash bilimning saplashtirilganlari bor bo'lib, u hikmat deb ataladi. Yana yolg'on, soxta, botil va xatolikdan poklangan bilimmi hikmat deb ataladi. Agar siz bu bilimlarni odamning mingsiga va qalbiga kirgizsangiz, ular uningga ziyon yetkazmaydi. Bu sababdan Nahl surasining 125-oyatida hikmat bilan Allohning yo'liga da'vat qilish metod sifatida bekitilgan. Agar kishilarga to'g'ri bo'lmagan uchurlarni bersangiz, ularning mingsi va qalbini zaharlaysiz. U holda siz shaxsning va jamiyatning huquqiga daxl taruz qilib, ularga zulm qilgan bo'lasiz. Shunga faqat kishining ko'nglini oladigan, kishilarni bir-biriga yaqinlashtiradigan va adovatni do'stlikka aylantiradigan yiqishliq, muloyim, nafis, samimiy, to'g'ri so'zlarla insoniyatga munosib keladi.
Fussilə surəsinin 34-ci ayətində yaxşı söz və yaxşı işlərinin düşməni dost qıldığanlığı bayan qılınğan. Yaxşı söz aql və muhabbətning sözü bo'lib, yaxşı söz cəmiyyətni və bütkül insaniyyətni yuqori ko'taradigan, insaniyyətni Allohga yaqinlashtiradigan, oliyjanoblikni kishilarga yetkazadigan va kishilarni inson qiladigan so'zni ko'rsatadi. 7-ci cho'ng tema yetim bolalarning haq-huquqi. Qur'on kishilik huquq masalasiga yetakchilik qilganda yetimlarning haq-huquqiga alohida ahamiyat bergan. Yetim degan so'z ota-onasidan birisi yoki har ikkisi qazo qilgan bola ma'nosini bildirdi. Biz yetim haqqi masalasiga tuvandagi bir qancha nuqtadan muomala qilishimiz kerak. Birinchi, iqtisodiy haq-huquq. Agar yetim bolaga ota-onasidan meros qilgan bo'lsa, undaqda tuqqanlar uchun bu merosni qo'g'dash va cho'ng bo'lganda uni bolaga sog'-salomat topshirish muhim majburiyat hisoblanadi. Bu majburiyatni ado qilish yetimning iqtisodiy haq-huquqi bo'lib, yetimning bu masaladagi huquqi tuvandagi oyatlarda aniq belgilangan. Yetim bolalarga mol-mulkini beringlar. Yaxshisini nacharga tegishib olmanglar. Ularning mol-mulkini o'zinglarning mol-mulkiga qo'shib yeb olmanglar, chunki bu haqiqatan cho'ng gunoh. Nisa surasi 2-oyat. Yetimning milini toki u quromiga yetib, aqli yetilganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. An'am surasi 152-oyat. Biz bir odamning iqtisodiy jihatdan ziyonkashlikka uchrashidan kelib chiqqan haqqini bandining haqqi deb ataymiz. Bo'libmi bu o'valchilik uchirgan kishi yetim bo'lsa, uning ham yetim bo'lishidan ham inson bo'lishidan kelib chiqqan ayrim ikki haqqi maydonga keladi. Demak, yetim bolaning iqtisodiy huquqini dafsana qilish sababidan ikki xil gunoh sodir bo'ladi. Dal mushu sababdan ulug' Alloh Nisa surasining 2-oyatida yetimning haqqini yeyishni cho'ng gunoh deb ataydi. Yetim bolaning chaqsiz bo'lishidan foydalanish bir gunoh bo'lsa, uning mol-mulki nahiya olish ayrim gunoh bo'lib, bunda qilg'uchi qatma-qat gunoh sodir qilgan bo'ladi. Bu tushuncha chiqish qilinganda davlatning baliq mol-mulklari yetim bolalarning haqqi bor degan yakuni chiqarishga bo'ladi. Shunga davlatning mol-mulkini qo'g'dash yetim yesirlarning mol-mulkini qo'g'dash bo'ladi. Davlatning mol-mulklarini nohaq yeyish bo'lsa, yetim bolalarning haqqini yeganlik bo'ladi. Yetimning haqqi hukmini universal deb qarash texmo foydali. Chunki yetim bolaning dindor yoki dinsiz bo'lmaydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi yetim bolalarning haq-huquqi o'xshash bo'lib, ularga o'xshash darajada muomala qilinishi kerak. Ikkinchi, tarbiyalanish haqqi. Cemiyetimizde devletning shafqat qo'li beshini silayamagan nurg'un yetim bolalar bor bo'lib, ularni beqish va tarbiyalab chiqish bizning mas'uliyatimiz hisoblanadi. Biz yuqorida ota-onasidan miros qolgan yetim haqida to'xtalgaydik. Ammo miros qolmagan yetim bolalarning holidan xabar elish va ularni tarbiyalash qanday bo'ladi? O'tmishda qurilgan bir qism vaqtlar yetim bolalarni beqish va tarbiyalashni ustiga olgan bo'lib, Darul Tam hukmi mana shuningdan barliq kelgan edi. Afsuski bu organlar urush, qatnash vaqasi va chetga chiqib ketish degandek salbiy omillar sababidan yetim qolgan bolalarning ehtiyojini to'liq qondira olmayotidi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yetim holda cho'ng bo'lgan edi. Ulug' Alloh uningga qanday muomala qilganligini Zuha surasida mundaq bayon qiladi. Allah seni yetim qilib panoh bermidimi? Qaymoqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib behojat qilmadimi? Shunga yetimni xorlama, soilga qo'pollik qilma. Zuha surasi 6-oyatdan 10-oyatgacha. Yetimga panohlik berish, turmushini qamdash va uningga zulm qilmaslik ulug' Allohning sunnatidir. Biz bu sunnatni yer yuzida tatbiqlasak, komil inson bo'lishning asosini solgan bo'lamiz. Hammaga qodir Alloh o'z payg'ambariga qanday muomala qilgan bo'lsa, payg'ambarnimi yetimlarga shunday muomala qilishga buyurgan edi va bizdimi shunday qilishni umid qiladi. Agar yetim bolaning holidan yaxshi xabar elinsa va tarbiyalansa, u ehtimol har sohada insoniyatga foydali odam bo'lib chiqishi mumkin. Chunki payg'ambarimizmi yetim edi, ammo yetim bo'lish uning payg'ambar bo'lishiga va dunyoga nur tarqatishiga to'salg'i bo'la olmadi. Yetim bo'lganligi uchun sal qaralgan nurg'un bolalar ichidan har qaysi sohalarda yaronli kishilar yetishib chiqishi mumkin. Agar biz yetim bolalarning ma'rifdan bahramand bo'lish haqqining borlig'ini va bu haqni ado qilish mas'uliyatining zimmamizda ekanligini unutib qolmasak, shundaqla bu mas'uliyatni ado qilsaqla, millatimizning kelgusi jazman parlaq bo'ladi. 3. Shehidlarning bolalarining haq-huquqi. Ulug' Alloh Baqara surasining 154-oyatida mundaq deydi: Allah'ның yolunda öldürülgenlerini ölük demanglar. Aksicha ular tirikdir. Ammo sizlar buni his qila olmaysizlar.
Tarixdan buyi muqaddas qimmat qarashimiz va izzat hurmatimizni qo'g'dash uchun jinini pido qilgan shahidlarimiz hargiz o'lik emas. Aksicha ularning ma'naviy shaxsiyati aramizda tirik yashayotidi. Chunki moddaning ma'naviga aylanish qonuniyatiga asosan ular ma'naviy jihatdan aramizda yashaydi. Ular qoldirib ketgan yetim bolalar o'lmas qahramonlarimizning hayotlarga sungan hadiyasi va omonati bo'lib, ularga yaxshi muomala qilib, moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirsak, ularning ma'arifdan bahramand bo'lish huquqiga kapolatlik qilsak, ondan shehidlarning ustimizdagi haqqini ado qilgan bo'lamiz. Bo'lmasa biz ham shehidlarimizning, ham ular qoldirib ketgan yetim bolalarning haqqi sababidan xor bo'lamiz. Chunki ular biz uchun jinini pido qildi. Shunga bizning ularning yetim bolalarining holidan xabar olishimizni umid qiladi. Agar biz bu yetim bolalarni tug'ilganiga pushaymon qildirsak, qiyomat kuni ularning shehid ota-onalariga qanday yuz kelalaymiz? Hatto ularning haqqini dafsana qilguvchilar qatorida tirilamiz. Shehidlarning bolalarining holidan xabar ola olmagan kishilar sifatida tirildirishdimi ortiq numus bo'lamdi? Yetim balalar ko'z ishi qilmaydigan, nola qilmaydigan, chetkiqi qilmaydigan, haq huquqi daxl taruzga uchirmaydigan va ularning barliq ehtiyoji qamdiladigan dunyo barpo qilish ulug' muqaddas vazifa bo'lib, yetim balalarning ko'z yoshlari kelkunga aylanib, insoniyatni g'arq qilishdan ilgari biz yetim balalarning ahvolini tushunadigan va ularning dardiga chora topadigan qalbi bor fazilatga ega bo'lishimiz kerak. Qur'on ayollarni qizlik davri, erning ayoli davri va onalik davridan iborat 3 bosqichda muhokama qilgan bo'lib, Alloh ularga ona bo'lish g'oyasini singdirdi va bu orqali uni insoniyatning yuqori maqomiga o'ltirg'izdi. Ayol hammadan bek qizg'anchoq, hammadan bek suyuladigan, hammadan bek sodiq bo'lish bilan birga nihoyatda oson aldanib qoladi. Ayol go'yo bir quyosh bo'lib, tug'ishchan keladi, hayotlik ato qiladi, millatning kelgusini yo'ritib beradi. U oliyjanoblikning simvoli, hayotning manbasi bo'lg'achqa, millatning iffat nomusi uning yelkasiga ortilgan. U Allohga taslim bo'ladi, uningga ishonadi, itoat qiladi, u yana oilaning to'riki bo'lib hisoblanadi. Qur'on ayollar huquqida inqilob ilib borgan bo'lib, tarixda tunji qitim ayollarga o'y fikrlarini o'ttirga qo'yish va uni yaqlash, haq huquqini talab qilish huquqini bergan. Eridan ayrilish uchun sudga arz qilish, mirosdan hassa ilish va guvohchi bo'lish jihatda Qur'on tunji bo'lib ularga bu huquqlarni bergan. Qur'onga asoslanganda sevgi muhabbat mundaq turlarga bo'lingan. Diniy sevgi, mol-mulk sevgisi, ana sevgisi, dünya sevgisi, qeyrindosh sevgisi va farzand sevgisi. Hammaga qodir Alloh adil bo'lg'uchilarni, savrjonlarni, poklanguchilarni, taqvodorlarni, muhsinlarni va tavakkul qilg'uchilarni yaxshi ko'rdi ham do'st tutadi. Ulug' Alloh buzg'unchilik qilg'uchilarni, isrofchilik qilg'uchilarni va yomonlikni oshkorlovchilarni yoqtirmaydi. Qur'on Karim insonlarning yashash, o'g'inish, mazlumlarning haqqini talab qilish, mol-mulkka ega bo'lish, emgak haqqi qatorliq haq huquqlarni, shundaqla ota-ona, farzand, urug' tuqqan yo'qsullarning haqqi, tashkillash huquqi, jamiyatning haqqi, yetim bolalarning haq huquqi va iste'molchilarning haq huquqini e'tirof qildigan bo'lib, bu orqali kishilik huquq xitobnomasini e'lon qilgan. Aziz radio anglag'uvchi do'stlar, bu kitobni o'qib tugatdik. Alloh bizni manfaatlanguchilardan qilg'ay. Amin. Ana yeriga nurungni bersen, yaxshilarga yo'lingni bersen, yaxshilarga yo'lingni bersen, yiqilganda qo'lingni bersen, yayrimamdu do'stlarning ko'ngli, yiqilganda qo'lingni bersen, yayrimamdu do'stlarning ko'ngli.
derya Küyleringden oyğansı dünya Mikrin bilen güllen sabahlar Yayriyamamdı dostlarning ko'ngli Mehrin bilen güllen sabahlar Yayriyamamdı dostlarning ko'ngli Sadaqatni kuylasang söysang Vafalarni odida ko'ysang Sadaqatni kuylasang söysang Vafalarni ko'ysang el bilen teng yig'lasang kulsang yayriyamamdi dostlarning ko'ngli el bilen teng yig'lasang kulsang yayriyamamdi dostlarning ko'ngli Yayriyamamdi